Nega erkaklarda yosh o'tgach prostata adenomasi rivojlanadi? Sog'lig'iga befarq bo'lmagan har bir erkakka bu savol qiziq deb o'ylayman. Demak, prostata adenomasiga, ya'ni xavfsiz giperplaziyasiga sabab bo'luvchi 5 ta omil. Birinchisi, erkaklarda testosteronning yana ham kuchliroq formasi dihidrotestosteronga aylanishi oshib boradi. Ikkinchisi, erkaklar klimaksi yoki andropauza, ya'ni testosteron va estrogen nisbatining o'zgarishi. Uchinchisi, surunkali prostatitni vaqtida davolamaslik. To'rtinchisi, yosh o'tgan sari apoptozning rivojlanishi, ya'ni yangi hujayralar rivojlanadi va eskilari o'lishi kamayadi. Beshinchisi bo'lsa, metabolik omillar, semirish, kam harakatlik, insulinga rezistentlikning oshishi va shunga o'xshash holatlarning bo'lishi. Agar bular qanday sodir bo'lishi va ularni qanday qilib yoshligingizda oldini olish sizga qiziq bo'lsa, keyingi videoda bu haqida ma'lumot beramiz. O'z sog'lig'iga befarq bo'lmagan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying va keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'ling.